Tabriklayman, Jek. Sen bizning g'olibimizsan. Endi uyga qaytishimga ruxsat berasanmi? Endi esa navbat oxirgi bosqichga. Qutini tanla va ipni tort. Sovrinni yut. Keyin ketsam bo'ladimi? Agar to'g'ri ipni tortsang, Noto'g'risini tortsamchi? g'olib bo'lish imkoning bo'ladi. Ipni tort. Nima desang qilaman, iltimos. Tort dedim. Tort. U qator qurol yutib olganga o'xshaysan. Zavoddagi do'stlarimizga sovg'a bo'ladi. Bu oddiy qurol emas, Shotgun brendining eng zo'ri. Axir menga yashaysan deding-ku, va'da berganding. Odamlar ham aytishadi, ham qaytishadi. O'yin uchun rahmat, Jek. Ko'rishguncha. Yo'q, yo'q. Iltimos, unday qilma. To'xta, yordam ber. Iltimos, unday qilma. Sening mehmoning. Are you ready? Are you ready for it? Qoyil, go'zal joylar ekan-a? Pul baxt keltirmaydi deganlar, ko'p pul ko'rmaganlarning safsatasi. Boyvacham akam o'zini o'ldiribdimi? Ha, lekin u unchalik boy emasdi. Xotini sarmoyalarini barbod qilgandi. Shuning uchun u Nima? U va men sumkalarni olamiz. Sizlarni ichkarida kutamiz. Matthew doimgidek jentelmenlik qilyapti. Shoshmang, yo'q. Huquqlarimiz teng-ku, yo noto'g'rimi? Ha, to'g'ri tushungan ko'rinasan. Yuklarimni ol. Meni ko'paklaringga tenglashtirma. Qaniydi shunday bo'lganingda, u qirollardek muomala qiladi. Balki qornimni silab qo'yarsan. Bor-e. Juda jirkanchsan-da. Hoy, birodar. Yigitlar oxirida qolishini bilasan-ku. O'qishdan haydalganlar qayerda ishlaydi? Ha, to'g'ri. Oxir oqibat otasini qo'lida ishlaydi. Hey! Hey! Hey, diplomimni oldim. Rostdanmi? Yo'q, Matthew. Men sendan juda ham nafratlanaman. Nega shuni takrorlayverasan? Ha. Like la 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 la. Da 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 da. Here we go again. Falling from the sky, we got money in our hands. Ah, do that dancey dance. We just living life. No, you ain't seen nothing yet. Voy xudoyim, bas qilsang-chi. Anita, tug'ilgan kun muborak. Tug'ilgan kuning muborak. Ain't seen nothing yet. Hey, hey, ain't seen nothing yet. Ain't seen nothing yet. Hey, hey, ain't seen nothing yet. Ain't seen nothing yet. Hey, hey, ain't seen nothing yet. Ajoyib tug'ilgan kun sovg'asi bo'lardi. Iltimos, bera qol. Anita. Haqiqatmi yoki jasorat? Yo'q, senga ishonmayman. Qo'rqsang rostini ayt. Jasorat? Anita bilan o'pishasanmi? Yo'q. Nega? Bu ajoyib-ku. Buni sen oldingda ko'z-ko'z qilmayman. Qani bo'l. Shunchaki yaxshi qiz bo'l. Meni fikrim qiziqmasmi? Bu otamning dala hovlisi. Nima, rostdanmi? Bu kollejdagi ziyofatlar emas. Ishonching komilmi? Bundan battarni qilganman. Mayli. Mening navbatim. Agar seni o'pmasam haydab yuborasanmi? Nima bo'lyapti? Hazillashayotgandim. Seni bunga majburlamadim.
Bilasanmi, bir kun shu gaplarni kimgadir aytasan va jamiyatdan chetlashtirilasan. Meni hech kim jamiyatdan chetlashtira olmaydi. U nima edi? Bilmadim, ehtimol ayiqdir. Juda kattasi. Hech narsa yo'q edi. Xavotir olmang. Erkaklar ayollarni ayiqlarga qaraganda ko'proq o'ldiradi. Bilasizmi? U ehtimol hujum qilish uchun vaziyatni kutayotgandir. Chinursin. James. Balki politsiyaga qo'ng'iroq qilarmiz. Nima deymiz? Tashqaridan ovoz kelyapti deymizmi? Qo'pollik qilishni bas qil. Meni qahramon deb o'ylashlaring uchun borib tekshirib ko'raman. Qani ketdik. Ko'rishguncha. Aslo bunday qilma. Agar buzib qo'ysang, seni o'ldiraman. Yoqib qo'y. Jinnurson. Unday qilma. Xo'sh, qo'rqib ketdingmi? O'ldirib qo'yishi mumkin edi. Mayli. Bu nima edi? James. Bilmayman. Asilmedia.net eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Nima? Yana ichkilik bozlikmi? Bu hozirgina tashqarida edi. Ichkariga olib kirdingmi? Albatta. Yo'q, nega endi? Bu juda g'alati. Nariroqqa borib o'tir. Nima qilmoqchisan o'zi? Qayda amanita, balki tasvirga olarmiz. Balki biror tasvirlar bordir. Ha, qiziqarli bo'lishi mumkin. Video ko'ramizmi? G'irt bezbetsana? So'zlashga urinib ko'rarman. Yo'q, unday qilma. Ha, mayli, yo'q bo'lsa, yo'q-da. Ko'ngil xushlik qilishni bilmaydigan Anetta. To'g'risi, juda zerikarlisan-da. Kamchiligim shunda. Buni ko'rsatmaslikni ma'qul ko'raman. Mayli. Shunchaki hazillashdim. Ko'ngil xushlik qilmoqchimisan? Yo'q, hammamizning ham maza qiladigan dala hovlimiz yo'q. Sen juda haddingdan oshyapsan. Shunday ekan tasvirda ota-onamning jinsiy aloqasi tasvirlangan bo'lishiga umid qilamiz. Qani kulchi? Og'zi qiyshiq bo'lsa ham boyning bolasi gapirsin ekanda. Aslida hech birimiz seni yoqtirmaymiz, James. Boy bo'lganing uchun birga vaqt o'tkazmoqchimiz xolos. Nima deding? Boy bo'lganing uchun birga vaqt o'tkazamiz dedim. Hech birimiz seni yoqtirmaymiz. Demak, seni mana bunday g'alati narsalar xursand qilar ekanda? Unda ko'rib qo'y. To'nka. Ketinglar. Ketishingizni xohlayman. Hoziroq. Bo'ling. Men hazillashayotgandim. Chiqib ketishlaringni xohlayman. Uyimdan hoziroq chiqib keting. Bular mening do'stlarim. Tinchlan. Mening la'nati do'stlarim. Tinchlan, og'ayni. Biz ichganmiz. Yaqinda onang o'ladi. Agar onasi o'lsa, bir tomchi ko'z yosh ham to'kmaydi. Bundan battari bo'lmaydi. Jin ursin seni. Unda o'zingni ham jin ursin. Itvachcha. Og'ayni hammasini rasvo qilding. Ozgina ko'ngil xushlik qilmoqchi edim. Birodar. Rostdan ham uning tomonidamisan? Matthew. Bu. James haq. Buni bilasan, onam ehtimol o'lar.
Uning operatsiyasi uchun qanchalik mehnat qilganimni tasavvur ham qila olmaysan. U hali ham tuzalyapti. Tuzalishda davom etyapti. Shuning uchun agar men bu yerga kelib, hammasi joydagidek o'zimni tuta olmasam, uzr so'rayman, chunki hech narsa joyida emas, menda hammasi yomon. Shu yerda ekaningdan xursandman. Sen yaxshi qizsan. Xudbin emasliging aniq. Hoy. Ochig'i, men bilgan eng ajoyib odamsan. Kelmasligim kerak edi. Kim u? Kimdir bormi? Qo'limda pichoq bor. Jin ursin, ming la'nat. Yaramas. Qiyon yurak bo'lib qolibsan-ku. Bema'ni qiliqlaringdan juda charchadim. Hoy. Anitaga aytgan gapingdan keyin bundan ham battarrog'iga loyiqsan. Unga nima bo'pti? Uni xafa qilding. Bu yerga jahlimni chiqargani keldingmi? Yo'q, aslida yuzimni yuvgani keldim. O'z hammoming bor-ku. Ha, bilaman, lekin suhbatimizni yakunlamoqchi ham edim. Demak, uzr so'ragani kelgansan. Yomon qizga aylandim, to'g'rimi? Shunga nima deysan? Xo'sh. Haligi Xo'sh. Qoyil? qara zo'ra. Melisa. Unday hirsimni uyg'otma. Hoy Melisa. Issiq pitsa. Kimdir bormi? Hoy. Hoy, uyg'on. Anita. Anita. Melisa. Anita uyg'onmayapti. Melisa. Melisa. James. James, qizlar uyg'onmayapti. James. James. Sen kimsan, la'nati? James, James. Uyda kimdir bor ekan.
Bolalar. Bolalar. Turinglar. Metyu. Metyu, tur. Nimalar bo'lyapti? Ey Xudoyim. Oh, la'nati. Bolalar. Qani boshladik. Eng yaxshisi shular bo'lishi kerak. Hozir ko'ramiz kim kuchli ekan. Metyu. Nima gap? Nima bo'lyapti, yigitlar? Unday qilish foyda bermaydi. Voy la'natlar! La'natli! Voy, soat necha bo'ldi? Mana bu boshqa gap. Zo'r. Qanday qilib biz bu yerga kelib qoldik? Hoy, bolalar. Kechirasiz. Kechirasiz janob, menimcha qandaydir anglashmovchilik bo'lgan. Hoy, eshityapsizmi? Tayyormisizlar? Nimaga? Xo'p, unda 5, 4, 3, 2, 1. Hammaga salom. Qaytganingiz bilan. Sizlarni sog'ingandim. Bilaman siz ham meni sog'ingansiz. Bugun biz yangi ishtirokchilar bilan qaytdik. Keling, ular bilan tanishamiz. Xo'sh, avvalo birinchi ishtirokchimiz Metyu shu yerda. Ya'ni sariq soch Melissa. Va James hamda uning behisob pullari. Va nihoyat, Anita ham shu yerda. Juda ham yoqimtoy qiz. Keling, ularni qarsak chalib olqishlaymiz. Bizni qayerdan taniydi? Hozir. Bilaman, bu juda hayajonli, chunki sizlar ko'rsatuvda qatnashyapsiz. Qanday ajoyib, to'g'rimi? Meni bu la'nati zanjirlardan bo'shating. Birinchi bosqich juda oson bo'ladi. Qizib olish uchun o'yin o'ynashga nima deysiz? Masalan, tosh, qog'oz, qaychi o'yinini. Keyin bizni qo'yib yuborasizmi? Yo'q. Har doim ham g'olib bitta bo'ladi. Xo'sh, bolalar, tayyormisiz? Qani, boshladik unda. Hozir qoyil. Biroz oshirib yubordim, uzr. Xo'sh, azizlar, biz qisqa tanaffusdan so'ng qaytamiz. Xavotir olmang, tezda qaytamiz. Mostbet orqali Ha. pullaringizni Qaytamiz. ishonchli ko'paytiring. Menga Hozir ishoning. ro'yxatdan o'ting va 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Kechirasiz, hozir qaytaman. Juda ham xayolparastman-da. Hozir. Eng so'nggi tarjima filmlar. Nega bizni ishtirokchilar deyapti? Kim bilan gaplashdi o'zi? Ahmoq. Hozirgina bo'ynimga igna sanchdi. Hazil bo'lishi ham mumkinmi? Rostdan ham o'ylab ko'ring. Jiddiy hazil uchun tayyorgarlikka o'xshaydi. Xuddi prank showdek. Kameralar bor. Demak, bu Qaysi prank shouda qatnashchilarni shunday o'g'irlashadi? bilmadim. Televizorda shunaqasi bo'lsa kerak. Kimdir bunga aralashgani? Meti, bu senmi? Aniq sensan, juda zo'r bo'lyapti. Men emasman, og'ayni. Sensan. Hozirgina aytdim-ku, men emasman deb. Mayli, o'zingni bos. Sovuqqonlik bilan aniq fikrlab, bir-birimizni ayblamasdan harakat qilishimiz kerak. Nahotki bu sen bo'lsa, Melisa, la'nati, juda zo'r bo'lyapti. Bir daqiqa jim bo'l. Bilasan-ku, bunaqa ishlar faqat seni qo'lingdan keladi. Tosh, qaychi, qog'oz, tosh, qaychi, qog'oz, tosh, qaychi. Yaxshi. Xo'sh.
Uzr do'stlar, ozgina texnik muammo yuz berdi, lekin birinchi raunddan boshlash vaqti keldi. Qana, hamma qo'llarini ko'tarsin, tosh, qaychi, qog'oz o'yinini boshlaymiz. Ko'taring qo'llaringizni. Tosh, qaychi, qog'oz o'yini. Qoidalarni bilasizlar, lekin hammamiz bir vaqtda harakat qilamiz. Yo'q, shunday qilsak qiziqroq bo'ladi, rostdan ham. Xo'p. Mayli, boshladik deganim zahoti. Boshladik. Tosh, qaychi, qog'oz. Ana, yaxshi. Juda soz. Seni qog'ozing va toshing. Xullas, ikkalang ham qaytsan. Shunday ekan, xonimlar birinchi boshlaydi. Men o'ynamoqchiman. Mehribon va xushmuomala bo'lish kerak. Bilasanmi, biz shunday qilamiz. Xo'p, endi Anita, agar sen meni tosh, qog'oz, qaychi o'yinida yenga olsang, o'z sovg'angni tanlashing mumkin. Tayyorlan. Tosh, qaychi, qog'oz, qaychi, o't och. och. Xo'p, mayli. Men toshni tanladim. Bu degani sen yutding, chunki men aldadim. Aldaganda yutqazasan, shuning uchun o'z sovg'angni tanlashing mumkin. Qaychimi yoki tosh belgisimi? Qaychimi yoki tosh belgisimi? Qaysi biri? Otish. Yaxshi, menga tosh yoqadi. Tosh yaxshi, bu zo'r. Men ham shuni tanlagan bo'lardim. Xo'p, yaxshi. Endi hamma qo'llarini qaytarsin, doim ichkarida bo'lsin. Mana shunday. Aks holda, xo'p, yaxshi. Qog'oz, yana ozgina yaqinroq kelishing kerak, yana ozgina. Sen qog'ozsan, demak, birinchi boshlashing kerak. Shoshilmang. Bu juda qiziq. Xo'p, endi bunday qiling. Oching. Rostdanmi? Ha, kichkina qog'oz bo'lagi, og'zingizni yaxshilab oching. Bu qog'oz bo'lagi xolos. Xohlamayman. Voy, kichkinagina. Ay, jin ursin. Bu nima bo'ldi? Sen toshsan. Bu nima qilganing? Meteo. Yo'q, bas qil. Qaychi. Qo'lingdagi haqiqiy qaychiga o'xshaydi. Shunday. Qo'y, qimirlama. Bu yoqqa kel. Yo'q. Unday qilma, iltimos. To'xta. Hamma g'olib bo'ldi. Hammangiz g'olib bo'ldingiz. Yo'q, iltimos, unday qilma. Qara, hammangiz g'olibsiz. Hamma g'olib bo'ldi. Iltimos, yo'q. Iltimos, kerak emas. Qaychi, o'toch. Yo'q. Boshqa qurolni tanlab qo'yibman. Omading bor ekanda. Azizlar, ularni olqishlasak, qarshi emasmisizlar? Qancha vaqt hushsiz yotdik? Bir necha soat. Bu yerda vaqtni aniqlash qiyin. James, yurishni bas qil. Nega bu yerda o'tiribmiz? Bilmadim. Chiqish uchun qandaydir reja kerak bizga. Biror g'oyang bormi? O'ylashimcha bu o'yinni yutqazolmaymiz. Lekin kimdir yutqazadi-ku axir. O'tgan raundda juda oson qutulib qoldik. Nima? Boshim qattiq lat yedi-ku. Miyang lat yedimi? Barmog'imni yo'qotdim, jin ursan. Bo'ldi, o'zingni bos. Xo'sh, nimadir demoqchimisan? O'tgan kecha seni topolmadim. Bu shubhali emasmi? Hushsiz yotganimizda atrofda aylanib yurgansan, shu shubhali. Yigitlar, tortishni bas qiling. Senlardan shubhalanyapman, sendan ham. Buni menga nima aloqasi bor? Men hech biringga ishonmayman. Bolalar. Nimalar bo'lyapti? Bu siz uchun aziyat g'ildiragi. Qoyil. Iltimos, balki shartmasdir. Bizni qo'yib yubor. Ha, tushundim. Bilasizmi, to'g'ri, tushunaman. Ba'zan kimdir adolatsiz, yana xudbinlarcha ish qiladi. Bu tabiiy.
Shunga qaramay boshqa bir odam yomon ish qiladi, boshqa biri juda qattiq jarohatlanadi. Bu takrorlanadi. Bu shunday aylanma jarayon. Holat qayta-qayta takrorlanib turadi. Bu mantiqan to'g'ri, shundaymi? Ya'ni shunday bo'lgani yaxshi, to'g'rimi? Nima deysiz? Ketishni istayman. Men ham ketishni istayman. Rostdan ham istayman. Lekin keta olmaymiz. Mayli, bir gap aytaman. Men 3 kishiga imkoniyat bermoqchiman. Bu bonus raund. Chiqib ketmoqchi bo'lsangiz hech qanday og'riq bo'lmaydi, faqat iqror bo'lsangiz kifoya. Qolgan 3 kishi hech qanday to'siqsiz eshikdan chiqib ketishi mumkin. Bu imkoniyat menga berilmagan, lekin sizlarga berildi. Qilgan eng yomon ishingizni ayting yoki o'lasiz. Shunaqa. Iqror bo'l. Jamesdan boshlaymiz. U qilgan eng yomon ish. Qo'ysangizchi, o'ynagim kelmayapti. Tezroq ayt, bo'lmasa egiz tuxumlaringni ezib tashlayman. Xo'p, yaxshi, avtohalokatga uchraganman, lekin aybni otam bo'yniga olgan. Menga hech nima qilishmagan, hech qayerda ismim yozilmagan, xuddi hech nima bo'lmagandek vahima qilishga arzimaydi, to'g'rimi? Buning ahamiyati yo'q. Keyin nima bo'ldi? Tezroq gapir. Halokatda odam o'ldi. Bir mashinani yon tomondan urdim. Ichidagi odam o'ldi. Men esa qochib ketdim. Uni ismini ayt. Ismini ayt. Sen la'nat ablahsan. Sen aybdorsan. Rost ismini bilmayman. Uning ismini bilmayman. Nima bilasan? Ashley, ismi Ashley edi. To'g'ri. Shoshmang turing. Shoshmang. Anita. Navbat senga. Qilgan eng yomon ishing nima? Aytaver. Qani bo'la qol. Bo'l. Anita, bo'la qol, hammasi joyida. Sen onamni operatsiyasi uchun men aslida men kattalar uchun web sahifa yaratdim. Xo'sh, qani davom et. Koshki bunday bo'lmasaydi. Lekin qilgan ishimdan afsusdaman. Yo'q, yaxshisi sen afsuslanma. Negaligini bilasanmi? Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina aslmedia.net saytida. Yaxshi odam. Endi seni navbating. Qani boshla. Xo'sh. Men internetda odamlarni aldayman. Shunday. Mostbet bilan g'alaba qozoning. Qanday hujum? Bu fantastika. Bu g'alaba. Gol! Ajoyib gol! Aql bovar qilmas ixtiroslar, aql bovar qilmas xursandchilik. Mostbet har qanday yutuqni to'laydi. Internetda nima qilganingni kuzatdim. Yaxshi eshitmadim. Nima? Ochko'zlik qildim, ochko'zlik. Bir keksa er-xotinni aldab shaxsiy ma'lumotlarni oldim. Hatto pulini ham ola olmadim. Bu tasodif edi. Hamyoni qulflanib qoldi. Gara o'ynayman. Sen juda yomon ish qilgansan. Shundaymi? Ha? Marhamat. Istamayman. Iltimos, men uchun. Ha? Ayt. Barchamiz eshitishni xohlaymiz, to'g'rimi? Qani boshla, gapir. Yaxshi, itlarni qutqarish markazini saqlab qolish uchun yetarli mablag' to'plash maqsadida yomon odamlar bilan ishlaganman. Jinursan! Yana boshqa gaplar ham bor.
Bizga bir yigit haqida qo'ng'iroq qilishdi. Uni zo'ravon iti bor ekan, tanasi tirnalgan edi. Tekshirgani borganimizda u itlarni jang uchun saqlar ekan. Bizga pul kerak edi. Shuning uchun boshpanasiz itlarimizni unga sotdik. Barchasini sotdik. Nima bo'ldi, Melissa? Ularni baribir o'ldirishardi. Shunchalik ko'p ediki, ishonmaysiz. Xo'sh, bizda g'olib bormi? Ding 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 ding. Hazillashyapman. Hazil qilyapman. Yuzingizni ko'rishingiz kerak edi. Puing. Juda qiziqarli bo'ldi. Judayam. Yaxshi. Ammo kimdir to'liq haqiqatni aytmadi nazarimda. Kim u? Baribir qo'yib yuborasanmi? Hozir emas. Chunki endi navbat bu aziyat g'ildiragiga. Aziyat g'ildiragi. Ha, xo'sh. Olmaxon. Chiqib kelib o'ynaxon. Melissa, qani marhamat, kel aziyat g'ildiragini o'ynaymiz. Men zanjirni bo'shataman va tamom, zanjirni tort. Qani boshladik. Bu juda hayajonli, a? Mana o'sha mashhur aziyat g'ildiragi. Vazifang uni iloji boricha ko'proq aylantirish. Qayerga tushsa o'sha o'yinni o'ynaysan. Shunchaki aylantirsam bo'ldimi? Ha, shunchaki aylantirasan. Barakalla. Aziyat g'ildiragi. Qayerga tushsa o'sha o'yinni o'ynaysan. Bu juda zo'r, yaxshi. Studiya tomoshabinlari uchun marhamat. Bu yerga chiqing. Marhamat, bu yerga. Melissa. Moslamaga qarab ishlab tur. Ana shunday ichidagi suratlarni ko'rish uchun yuqoriga ko'tar. Endi faqat suratlarda 3 ta mashhur shaharni to'g'ri aniqlasang bo'ldi. Shunda yutasan. Agar uddalay olmasang, xo'p, mayli, marhamat, birinchi shaharni ayt. Bu Parijni surati. Parij ekanmi? Ding, juda yaxshi. Endi keyingi suratga o'tish uchun dastakni tort. Ana shunday. New Yorkmi? New York ekanmi? Ajoyib. Va keyingisi. Bu ham mashhur shahar. Kim uchundir mashhur. 3, 2. Filadelfiya. Filadelfiya ekanmi? Kechirasan, Melissa. To'g'ri javob Akron edi. Akron Ogayoda joylashgan. O'yin tugadi. Bu senga yoqmasa kerak. Bu axir adolatsizlik. Unga yana bir imkoniyat berishing kerak. Yana bir imkon ber. Iltimos. Iltimos, yana bir marta urinib ko'ray. Iltimos. Oxirgi imkoniyat. Sekinlik bilan dastakni tort. Ha, yana kim o'ynamoqchi? Kech bo'lmasa yordam beray, iltimos. Kel, sovrinni yutishga harakat qilamiz. Aylantirmoqchimisan? Yo'q! Sen jinnisan! James, o'rningga aylantiraman, bilasanmi? Aylantirishni juda yaxshi ko'raman. Menga juda yoqadi-da. Zo'r. Juda sevaman-da shuni. Yordam bering, iltimos. Qo'pollashman, navbating o'tdi. Yaxshi, chalg'imaymiz. Seni zanjirdan bo'shatishim kerak va xona bo'ylab u yoqdan bu yoqqa yugurishga majbur qilaman. Sen xuddi kiyikdek juda tez yugurasan. Ha, bilaman.
La'nati zanjirdan bo'shat meni. O'ynasak o'ynayveramiz, quloq rosa yoqyapti. Gapning postkalasi seni yoqtirmayman, chunki rosa ko'p gapirasan. Shuning uchun kel tanga tashlaymiz. Mayli, kim yutishini ko'ramiz. Kelishdikmi? Rozimisan? Janosan, farqi yo'q. La'nati tangangni Xo'p, tashla. yaxshi. Tangang bormi? Mayli, bo'pti. O'zimnikidan foydalanamiz. Har safar o'ynaganimizda yutqazib qo'yaveraman. Tanga yo'qotishdan charchadim. Xo'p, mayli. Ayting, Janosan, la'nati. seni shu bilan o'ldirishni juda xohlayotgandim. Mayli. Mana buni ol. Ol. Yo'q. Shunchaki olishingni yo'q, istayman, yo'q, bo'ldi. Yo'q. Ol dedim. Shu yerdan bos. Bu matoqni anavi yigitga biz qilasan, tushundingmi? Qulog'iga tiqasan va narigi tomonidan chiqarasan. Qani, bo'la Yo'q, qol. unday qila olmayman. Unday bo'lsa, o'zim teshaman, keyin Melisnikini, keyin Jamesnikini va seni la'nati xochga osaman. O'rningda hech qachon bunday qilmasdim, seni xafa qilmasdim. Endi ozroq tezlashamiz. Zanjiringni yechaman. Mana, endi yaxshi. Endi teskari sanashni boshlayman. Shunday qilib, 20, 19, 18, 17. Ilojim yo'q, qila olmayman, 16. qo'limdan kelmaydi. Ilojim yo'q, qo'limdan kelmaydi. Seni hech qachon xafa qilmagan 19. bo'lardim. Hozirroq. Yo xudoyim, 7, 6, 5. Rostdan ham shunday qilmoqchimisan? 3, Kechir meni. 2, Iltimos, kechir. 1. O'zi bitta shu uskunam bor edi. Bunga bor budimni bergandim. Boshqasini qayerdan topaman? Sen qoidani buzding. Yangisini qayerdan olaman endi? Kechir. Yaxshi. Juda soz. Mana bunday qilamiz. Eng so'nggi tarjima seriallar. Ana, keyin bo'lsa yelimlab qo'yamiz. Saralash bosqichi uchun. Yaxshi, Metyu, juda soz. Soat necha bo'ldi ekan? Nega so'rayapsan? Qornim ochdi. Shirinlik bo'lganda yeb berardim. Pitsa bo'lsa zo'r bo'lardi. Ovqatni sog'indim. Qorning rosa ochibdi-da. Yaxshi ko'raman-da. Jinni bo'lib qolibsan. Ovqatlanishni yaxshi ko'raman. Otam seshanba kunlari kechki ovqatga olib chiqardi. Zo'r. Uni bir oycha ko'rmadim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mostbet O'zbekistonning eng ishonchli bukmeykerlik kompaniyasi. Hoziroq ro'yxatdan o'tib 3 million so'mga ega bo'ling. Xo'sh, biz qaytdik. Qani turing. Anita, kel 3 soniyada qaytamiz. Turing. Yaxshi, James, qani kel. Mana shunday. Shunday qilib 3, 2. Qaytganingiz bilan aziz tomoshabinlar, mana buni o'yin desa bo'ladi. Keling, ishtirokchilarimizni qarsak chalib olqishlasak, qarshimasizlar? Qani o'zingizga ham qarsak chaling. Barakalla, James, shunday qarsak chaling, qarsak. Qarsak. Juda soz. Bilasizmi, keyingi bosqich biroz boshqacha bo'ladi. Juda hayajonlanyapman. To'g'risi. Aqldan ozgan karta. Bitta savol. Hamma javob beradi, eng yuqori ball to'plagan g'olib bo'ladi. Biz 100 kishidan tananing eng og'riqli qismini aytishini so'raymiz. Agar ular eng ko'p aytgan tana qismini topa olsangiz, yutasiz. Tushunarlimi? Metyu, og'riydigan tana qismini ayt. Yaqinda boshimdan o'tkazganim uchun bosh bo'lsa kerak. Nima? Kechirasan, seni eshitmayapman. Endi navbat sevimli qaroqchimiz Melisaga.
quvna hayotda shuncha og'riq bilan sen uchun og'riydigan tana qismini aytish oson bo'lsa kerak. Tizza. Behuda o'ylaringni tinglashdan oyoqlarim zirqirab og'riyotganini his qilyapman. Ha. Anita, seni javobing qanday? Bir soniya, men hali o'ylayapman. Tik tak, vaqt o'tyapti. Xo'sh, javobing? Oshqozon. Yaxshi javob. Nihoyat. Qara ko'raylikchi, keyingisi kim bo'ladi? Bilmadim, barmog'ini qanday ko'rsatar ekan. Bilaman, seni rosa kaltaklaganimdan keyin mushaklarim og'riydi. Ha. Bilasanmi, o'rningda nima degan bo'lardim? Bo'yin degan bo'lardim. Negaligini bilasizmi? Chunki hammangizni bo'yningizdan osganman. Yaxshi, kim yutqazganini ko'raylikchi. Xo'sh. 31 kishi bosh debdi. Tabriklayman, bolakay. Xo'sh, 22 ta kishi mushaklar debdi. Omading bor ekan. Qoyil, ding ding. Hech kim bo'yin demagan ekan. Ko'rdingmi? Men ham yutqazmadim. Va nihoyat oxirgisi. Melisa, tabriklayman, 3 kishi oyoq debdi. Lekin kartalar tugaganga o'xshaydi. Bu esa hech kim oshqozon demaganidan dalolat. Anita, men esa afsuslanmayapman. Sen yutqazding. Shoshma, ovozlar 100 ta bo'lmadi-ku. Bu biroz uyatli holat. Ha, yana 23 kishi oshqozon degan ekan. Demak, Melisani ishlari biroz joyida emasga o'xshaydi. Xonada gidravlik press borligini sizlarga aytganmidim? Zo'r. Tekshirib ko'ramiz. Hozir. Xo'sh, bu yerda yashaydiganlarga undan foydalanishga ruxsat berishadi. Juda sekin ishlar ekan. Yo'q. Uni hech narsa to'xtata olmaydi. Iltimos, kerak Kerak emas. ekanligini tushunmayapsan. Bu o'yin shunday o'ynaladi. Bizni allaqachon o'ldirishing mumkin edi, lekin o'ldirmading. Seni qilmishlaring uchun qamashadi. Iltimos. Ey Xudoyim. Xudoga shukr. La'nati. Mayli. Qo'shimcha raundimiz borga o'xshaydi. Seni qo'yib yuboraman. Xo'pmi? Agar kimdir joyingni egallasa, faqat ular o'ladi. Lekin sen tirik qolasan. Tushunyapsanmi? Sen ketishing mumkin. Tushundingmi? Qani ko'raylikchi. Metyu. Xo'sh. Melisaning o'rnini egallaysanmi? Iltimos. Kechir. Anita, menga qara. Uni ayashimni so'ragan sen eding-ku. Seni eshitdim, baqirib yubording. Melisa, seni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman, Melisa. Kechir. James, yaqin do'sting bilan almash. Qara, baribir bu yerda o'lib ketasan. Hozir o'l va uni qutqar. Kechir, Melisa. Ko'rinishdan do'stlaringda yaxshilik qilish chegaralangan. Xo'sh, shu uydagilaringga salom yo'llaysanmi? Iltimos, iltimos.
Ajoyib. Yaxshi. Hammada yaxshi jihat bor deganding. Eslaysanmi shunday deganingni? Ha, shu bilan birga yomon jihati ham bor. Har kim yomonlik qilishga qodir. Mayli, yana bir marta. Yana bir marta. La'nati! James. Bas qil. Baribir hech nimaga erisha olmaysan. Hamma shu yerda o'lib ketadi. La'nati, biror chorasi bo'lishi kerak. Shundayligicha davom etish yaramaydi. La'nati! Bu qanday ovoz? Janorsini eshityapsanmi? Bilmayman. Navbatdagi jirkanch o'yiningmi bu? Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi ajoyib bo'ladi. Iltimos, yo'q, iltimos. Kechir meni. Kechir. Ko'rsatuv vaqti bo'ldi. Yo'q. Iltimos, unday qilma. Yo'q. Bu tasqari ko'zimga issiq ko'rinyapti. Shunaqami? Sen bilasan. Yolg'on gapirayotganimni bilarding. Internetimni kuzatganding. Porno sahifam yo'qligini bilarding. U nima haqida gapiryapti?
U Shov Miller kafesida ishlagan. Jin ursin. Sen? Melisani sen o'ldirding. Hammamizni halok qilasan. Buni bilardim. Dil biriktirgansan. Hech narsaga aralashmagan. Unday bo'lsa nima la'nati? Nima bo'ldi? Nega sen sababli o'lishim kerak? Shunday, men boshlovchingiz Barri Millerman. O'yinlar g'ildiragida biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Bu yerda doim g'oliblar bo'lishadi. Navbatdagi dastur tungi yangiliklar. Shoshilinch xabar. Tok-shou boshlovchisi Colin Piper jinsiy tajovuz bo'yicha barcha ayblovlardan oqlandi. Suddan atigi bir kun o'tib da'vogarlar o'z ko'rsatmalarini qaytarib olishdi. Ishonish qiyin, Jin ursin, bu maxluq ozodlikka chiqib ketadimi? Menimcha hammaga pora berishdi. Doim shunday bo'ladi. Ehtimol u hech narsa qilmagan bo'lishi ham mumkin. Balki sudga borib aybdor emasligini aniqlagandir. Nima deysizlar, a? Da'vo qilgan qizlardan birini bilaman. Taxmin qilchi. U hashamatli yo'l tanlamas haydab yuribdi. Hazillashayotganim yo'q, xudo haqqi. Ish pul bilan bosti qilingan. Bu kompaniyalar kanal obro'sini saqlash uchun eski jirkanch odamlardan qutulishni sevishadi. Eshitishimcha bari yirtqich ekan. Nima? Kim uni chaqsa, mo'maygina pulni osonlikcha oladi. Bilasanmi, onangni operatsiyasi uchun yetarlicha pul topishing mumkin. Menimcha bu befoyda. Salom bolalar. Qo'ysangizchi. Bo'ldi, bas qiling. U meni bir marta savaladi va bunday narsalarga yo'l qo'ymaslikka qaror qildim. Lavozimim ko'tarilmadi. Afsuski. Rebecca, bo'lgan ishdan juda ham afsusdaman. Rosa og'rigan bo'lsa kerak. U yolg'on gapiryapti. Shunaqami? Salom, ajoyib shou, shunday emasmi? Albatta. Sizlarga shouda ajoyib ish qilganingiz uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Shuni ma'lum qilmoqchimanki, biz ajoyib jamoamizni juda qadrlaymiz, chunki sizlarsiz shou izdan chiqib ketardi. Ha, aytgancha eng muhimi, bir qushcha menga sen haqingda bir nima aytib berdi. 1 2 3 4 Tug'ilgan kuning bilan, tug'ilgan kuning bilan, tug'ilgan kuning bilan Anita, tug'ilgan kuning bilan. Katta rahmat. Ochig'ini aytsam, kimligimni bilishingizni tasavvur ham qilmagandim. Barchamiz kimligingni yaxshi bilamiz, chunki ajoyib ish ko'rsatyapsan. Iltimos unga tegishni bas qil. Istamayapti-ku. Men Ayollarga tegishni bas qil, tushundingmi? Bas qil. Yo'q, quloq sol. Men shunchaki minnatdorchilik bildirmoqchi edim. Betarbiyalik qilgan bo'lsam uzr. Tug'ilgan kuning bilan endi borib tushdan keyingi ko'rsatuvga tayyorgarlik ko'rishim kerak. O'sha yerda ko'rishamiz. Shuni bilinglarki, bu yerdagi hamma g'olib. Xo'p, ko'rishguncha. Ko'rishguncha bolalar, xo'p, yaxshi, bo'pti. Anita, ahvoling yaxshimi? Hozir nima qilding? Bu qo'rqinchli edi. Bu adolatdan emas. Hech kimni bunday muomala qilishga haqqi yo'q. Eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Shunaqangi jasur bo'l. Haqiqatni aytsang kifoya, hammasi yaxshi bo'ladi. U senga qo'l tekkazmaydi, bu noto'g'ri. Anita Williams. Agar tayyor bo'lsangiz,
Kelganingiz uchun rahmat. Siz tengi qizim bor. Menimcha juda yaxshi ish qilyapsiz. Rahmat. Noqulayliklar uchun sizdan uzr so'raymiz. Shartnomani imzolasangiz degandim. Bu sizga boshqa joylardan ish va imkoniyatlar izlash erkinligini ham beradi. Demak, shunchaki imzo qo'yaman. Keyin hammasi tugaydimi? Qarang, boshqalarga aytganimdek, bu xavfsiz. Bariga nima bo'ladi? Imzo qo'ying. Kechiring. Uzr. Rahmat. Rahmat. Hoy janob, janob. Nima bo'lganini bilamiz. Yaxshi, quloq soling. Tushunaman. Anitani qilgan ishi uchun jazolamoqchisiz. Sizga yordam beraman. Quloq soling. Bu yerda siz jabrlangan tomonsiz va odamlar buni ko'ra olishadi. Biz siz tomondamiz. Shundaymi men? Bas qil. Og'zingni yop la'nati. Eshiting janob. U yolg'onchi sizni aldab shu ishni qilishga majbur qildi. Boshqa tanlovingiz yo'q edi. Rostdan ham shunaqa fikrdamisan? Ha, albatta. Otam sizga yordam beradi. U bunga jon dili bilan rozi bo'ladi. Rostdanmi? Ha, janob. Agar meni bu zanjirlardan ozod qilsangiz, ishingizni to'g'rilashimizga kafolat beraman. U haligi la'nati senator bilan golf o'ynaydi. Janob, sizni qo'llab-quvvatlayman. Ha. Rost gapiryapsanmi? Ha? Bunaqa muammolarni hal qilsa bo'ladi. Rostdan ham butun hayotimni qaytarib bera olasanmi? Bir zumda. Xuddi shunday. Demak, butun hayotimni qaytarib bera olasan, shundaymi? Shuvimni, xotinimni, bolalarimni, muxlislarimni, butun hayotimni. Nima deysan? Ha. Mostbet bilan g'alaba qozoning. Qanday hujum? Bu fantastika! Bu g'alaba! Gol! Ajoyib! Ajoyib gol! Aql bovar qilmas ehtiroslar, aql bovar qilmas xursandchilik. Mostbet har qanday yutuqni to'laydi. Qani boshladik. Mayli. Rozimisan? Bir narsa so'rasam maylimi? Otang qarshi bo'lsa-chi, axir u bilan bu haqida gaplashishing kerak-ku. Ha. Xo'sh, agar u yerga borsam, unga boshingni yoki yarmingni ko'rsatsam, xafa bo'lib qolmasmikan? La'nat. Balki faqat jag'ingni olib borarman. Yer yutgor. Sen telbasan. Seni ko'rishga ko'zim yo'q. Sport o'yinlariga qiziqasiz, lekin pulingiz yo'qmi? Hoziroq Mostbetdan bonus pullar orqali pullaringizni bir necha barobar ko'paytiring. Xo'sh, qalay? Nima deb o'ylashingga tupurdim? Yo'q. Qara. Yo'q. Qara, ha shu kim bu? Bu la'nati advokatning kallasi. Ding, la'nati tilini chayna. Yo'q. Chayna dedim, bo'la qol. Chayna dedim. Yo'q. Senga aytgan gaplarimni ham chayna dedim, yaramas. Hoziroq bajar. Bo'zingga pichoq urishimga majbur qilma. Melisani o'ldirganingdek Metyuni ham o'ldirmoqchimisan, ha? Tilini tishla. La'natini tilini tishla. Tilini tishla. Tishla deyapman.
Chayna, la'nati tilni chaynab tashla. Tishla. Bu shunga arzirmidi? Tiqilib ol. Chayna, yut deyapman. Chayna, la'nati chayna, sug'urib ol. Nimaga baqirayib turibsan? Menimcha qaytadan kiyinib olishing kerak. James, o'ldir uni. Endi nima qilmoqchisan, ha? Men shunchaki uzr so'ramoqchiman. James, o'ldir uni. O'ldir. Tanaffusdan qaytganimda nomzodni aniqlayman. Va biz yana qaytdik. Uyg'oning. Ko'zingizni oching. Men ham. Yaxshi. Mana bu o'yin. O'yin kesishga qaror qilish deb ataladi. Buni aytishim kerak. Bu eng sevimli o'yinim bo'lishi mumkin. Buzuq o'yinlaringni o'ynashni xohlamayman. Buzuq o'yinlarimni o'ynash navbati hali senga kelgani yo'q. James. Endi Anitaning navbati. Kesish qarori. Eshikni ochadigan ikkita kalit bor. Kim chiqib ketmoqchi bo'lsa, eshikni ochishi kerak. Shuning uchun kalitni topishi shart. Kalitni qayerdan topamiz? Bittasi Jamesda, bittasi Matthewda. O'zing tanla. Majburlay olmaysan. O'lsam ham bunday qilmayman. Xo'p, unday bo'lsa, sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Bir haftadan keyin ikkalasi ham ochlikdan o'ladi. Mana shuni o'yin deyshadi. Ikkalamizni ham o'ldirmaysan, to'g'rimi? Hammasi joyida. Nimadir o'ylab topamiz. Ana, quroling bor-ku. La'nati. Nima bo'lishini bilaman. U meni o'ldiradi chunki mendan nafratlanadi. Anita, meni o'ldirma. Shunday qilsang, otam senga qancha kerak bo'lsa shuncha pul beradi. Ishon, nima xohlasang shuni beradi. Ishon, beradi. Hamma narsani, buyumlarni. Boshqa yo'li ham bor. Qo'y bu gaplarni. Sizlar men tufayli do'st bo'lgansizlar. Endi meni o'ldirish uchun jirkanch reja tuzyapsizlar. Bu adolatdan emas. Sizlar uchun borimni berganman. Bizga nisbatan doim ablahlik qilarding. Kaltak doim boshimizda sinardi. O'lishni istamayman. Janursan, sizlar yagona do'stlarimsiz-ku. Meni ko'rmaydi deb o'ylarmidinglar? Doim ustimdan kulishga harakat qildingiz. Men ahmoq emasman. Lekin sen yagona do'stimsan, Matthew. Xo'sh, endi nima qilamiz? Ikkalamizni ham o'ldirmaysan, to'g'rimi? Jinursan. Yo'q, u aqlli, juda aqlli. Quloq sol, Matthew, seni yaxshi ko'raman. To'g'risini aytsam, sen to'g'ri yo'ldasan. Matthew, gapimga quloq sol, bu yerga ko'prog'i uchun kelganmiz. Shunday. Unga onasini ko'rsatib qo'y. Sen bunga yordam berasan. Senga qiyinchilik tug'dirmoqchi emasman. Iltimos. Qani, Anita, tezroq bo'l. Matthew.
bu qo'lingdan keladi. Hammasi joyida. Iltimos, qaramay tura olasanmi? Yo'q, la'nati. Qarab turaman, to'ppa to'g'ri senga qarab turaman. Iltimos, o'tinaman. Unday qilma. Yo'q, 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 yo'q. Anita, to'xta! Yordam ber. Yordam bering, yordam. Nimalar bo'lyapti o'zi? O'lib qolaman, xudoyim. Hozir o'lib qolaman. Unday qilma. Shunga majburman. Hammasi joyida, og'ayni. Yes. La'nat, kalitni oldim. Kalit qo'limda. Nega ochilmayapti? Ochil, la'natni ochil. Bu nimasi? Nimalar bo'lyapti? Nimalar bo'lyapti o'zi? Nimalar qilyapsan? Bu boshqa kalit ekan. Eshiklar magnit bilan muhrlangan. Qani, o'yinni davom ettiramizmi? Yaxshi. Oxirgi qolgan g'olib bo'ladi. Oxirgi tirik qolgan g'olib bo'ladi. Boshla. asilmedia.net taqdim etadi. Kechir, meni kechir, afsusdaman, kechir. Onangni himoya qilmoqchi eding. Afsusdaman. Hamma ham shunday qilgan bo'lardi. Hammasiga men aybdorman. Nima bo'ldi? Meni o'ldirmoqchimisan? Ikkimiz ham ketolmaymiz. Nima demoqchisan? Bu nima deganing? G'olib doim bitta bo'ladi. Bu o'yinni bir qismi. Shunday qilmasam, bu o'yin davom etaveradi. O'zing ham tushunib turibsan-ku buni. Vaqt ketyapti. Yana 2 daqiqa vaqt beraman. Yo'qsa o'zim hal qilaman. Doim senga bir gapni aytishni xohlardim. Men seni sevaman. Iltimos, unday qilma. Fikringdan qayt. Iltimos, unday qilma. Shashtingdan tush, iltimos qilaman. Bu haqiqat. Yo'q. Haqiqat. Yo'q. Chindan ham seni sevaman. Hech qisi yo'q. Faqat bitta narsaga va'da ber.
g'alaba qozon. Matyu! Tabriklayman, Anita. Sen g'olibimiz bo'lding. Kel azizim, o'tir. Hammasi aslidek, hech qanday hiyla yo'q, faqat sen va men yana bir o'yin, oxirgi o'yin. Xo'sh. Qani boshlaymiz? Qaytganing bilan Anita.
Bilganingizdek azizlar, mukofotingni tanla. O'yiniga fursat yetdi. Mukofotingni tanla. Anita, to'g'ri qutini tanlasang, ozod bo'lishing mumkin. Yutuq uchun mukofot yo'q-ku. Ha, doim g'olib bo'ladi. Meni o'ldirmoqchisan. Rasmlarim shkafda turibdi. Bo'la qol, yana bir qiziqarli o'yindan keyin onangni oldiga qaytasan. Bari, rostdan ham shunaqamisan? Barri o'lgan. Uni sen o'ldirding. Men seni boshlovchingman. Hali ham tushunmayapsan, shundaymi? Nimani? Dunyoda Barini qaytara oladigan yagona odam menman. Hammaga yolg'on gapirganligimni aytishim mumkin. Hayotingni o'z holatiga qaytarishim ham mumkin. Agar chindan hech narsa qilmagan bo'lsang. Yetar! Ipni tort. Qani? La'natli ipni hozroq tortsang-chi, bol. Afsusdaman. Uzr so'rashning hojati yo'q. Yo'q. Nafaqat boshqa yo'ldan ketding, nima qilayotganingni ham bilmading. Yolg'on gapirding, yolg'on gapirganingni ham bilasan. Onangni hayotini saqlab qolmoqchi bo'lib, menigina olib qo'yding. Sen meni, hayotimni va oilamni sen yana bor budimni tortib olding. Menga nima bo'lganini hech o'ylab ko'rganmisan? Albatta. Kechalari uyqung qochganmi? Albatta, qochgan Bari, men vahshiy emasman. Meni sevadiganlar, unga aytinglar. Unga meni sevishingizni ayting. Meni sevishingizni ayting. U meni o'ldirdi. Oyimni hayotini o'z hayoting evaziga saqlab qolding-ku, Bari. Onangni hayotini saqlab qoldim. Bari saqlab qoldi. Albatta shunday. Kimnidir hayotini saqlab qolganimni esla olmayman. Gaplashishga arziydigan mavzu. To'g'ri. Mostbet O'zbekistondagi eng ishonchli bukmeykerlik kompaniyasi. Yuqori koeffitsiyentlar, ishonchli pul yechish va tezkor ilova. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va 3 million so'mga ega bo'ling. Men shunchaki yo'qotganlarim haqida o'ylagandim. Yaxshi odam bo'lishni istardim. Ehsonlar qilardim. Onangga o'xshaganlarga yordam berish uchun. Men yaxshi ota bo'lishni xohlardim. Yaxshi er. Yaxshi bobo. Xohlagandim. Lekin bilasanmi, hech qachon o'zimning sharmandali hayotimdan to'g'ri yo'lga qaytish uchun hali ham kech emasligini anglamagandirman. Bilasanmi, agar menga hamda o'yinimga yordam bersang, va'da beraman. Chindan aytadigan bo'lsam, onangni o'ldirmayman. Unga ozor ham yetkazmayman. Hatto yaqiniga ham yo'lamayman. Shunday ekan, bu haqida o'ylab ko'rib, taklifimni qabul qilarsan. Mana iplar. Va'da berasanmi? Menga ishonishing mumkin. Tug'ilgan kuning bilan
tug'ilgan kuning bilan, Anita tug'ilgan kuning bilan, tug'ilgan kuning bilan. Senga rahmat aytishim kerak. Seni o'ldirganimdan keyin chandiq qo'yish tashvishidan meni xalos qilding. Xuddi Melissa, James va Metyunikidek. Anita, bu chandiq men uchun qadrli. Sen qilgan eng to'g'ri ish shu bo'ldi. Senga o'xshaganlar yolg'on gap bilan aldab, odamlarni jarohatlab, indamay ketaveradi. Lekin oqibatini bilmaydilar. Men bu dunyoga kerakman. Negaligini bilasanmi? Chunki qanday o'ynash kerakligini bilaman. Qoidalarni bilaman. Bu o'yinni boshlovchisi bo'lganim uchun meni kechira olasanmi? Kechirilishga loyiq emassan. Kechirimingga tupurganim bor. Menga adolat kerak. Tug'ilgan kun ziyofati o'tib ketyapti. Hozirgi gaplarimni unut. Qani yur, yura qol. Yaxshi. Yo'q. 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 Iltimos. Tug'ilgan kuni bo'layotgan qizni yuzini to'rt bilan bejash kerak. To'rt ichida pichoq bor. Yuzimga pichoq sanchmoqchimisan? Qayerdan bilding? Chunki men ahmoq emasman. Film Aqlingni ishlatganingda hayotimni barbod qilmagan bo'larding. Shunday ekan, tug'ilgan kuning bilan. Yo'q. 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 Ha! Yo'q. Ha! Yo'q. 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 Unday qilma. Qani bo'la qol. Kerak emas. Kerak emas. Iltimos. To'rtga marhamat. Yo'q. Yo'q. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Seni aldadim. Hech qanday nayrang yo'q. Hech qanday nayrang, hech narsa yo'q. Hech narsa. Demak, g'olibman. G'olib bo'ldimmi? Tabriklayman. Endi senga bir yaxshi, bir yomon xabarim bor. Yaxshi xabar shuki, sen ozodsan. Demak, uyga keta olaman. Qani bo'la qol. Mana shunday. Yuzingni mana bu yerda tozalaysan. Qani bo'la qol. Ammo yomon xabar shuki, tortning ta'mi juda yomon.
hech narsani ko'rmayapman. Hech narsani ko'rmayapman. Nimasi bu? Ko'rolmayapman. Ko'zim. Menga yordam ber. Iltimos. Nima bo'lyapti? Menga yordam ber. Yordam! Yordam! Nima qilib qo'yding? Nima qilib qo'yding? Nimalar bo'lyapti? Nimalar bo'lyapti? Chidolmayapman. Og'riyapti. Eng so'nggi tarjima filmlarni o'zbek tilida ko'rmoqchimisiz? Unda hoziroq yangi TV ilovasini Google Play yoki App Store'dan yuklab oling. Colin Piper. Meni sud oqlagan. Men aybsizman. Meni aybim yo'q. Ha, men qildim. Men qildim deyapman-ku. Shaxsan o'zim qildim, iltimos. Men qildim. Ha, men tajovuz qilgan barcha ayollarga pul to'ladim. Tajovuz qildingmi? Zo'rladim. Hammasini men qildim dedim-ku. Iltimos, meni qo'yib yuboring, sizga pul beraman. Xohlaganingizcha pul beraman. 250 ming dollar yetadimi? Iltimos, o'tirib so'rayman. Ularga puling kerak emas. Ularga adolat kerak. Mana bu seni yutug'ing. Yo.